6500 dollarga to'g'ridan to'g'ri egalaridan Nex 3 avtomat korobka avtomobili sotuvda. 2017-yilda ishlab chiqarilgan 4-pozitsiya avtomat, bosib o'tgan masofasi probegi 133 ming kilometr. Mashinaning kuzovi tekis holatda turibdi. Qirilib ketmagan, balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Sveji, yaxshi yumshoq balonlar taqilgan. Saloniga keladigan bo'lsak, saloni akkuratli holatda turibdi, yiliga nisbatan urinib qolmagan. Har doimgidek Findifirskiy rul, Pioneer magnitofon, video registrator, signalizatsiya Magicar bor. Yaxshi holatdagi akkuratli salon. 8 oy oldin propan оборудованияsi o'rnatgan ekan egasi. Zapaska balonni o'rnida, texnik holatlari ham yaxshi holatda. Motor, ходовой korobkada hech qanaqa muammosi yo'q. Orqa bamperda shunaqa skollari bor. Kraskasiga keladigan bo'lsak, kraskasi 3 ta detalda. Oldi o'ng taraf eshigi, oldi o'ng krilo va kapoti, yuzaki sepilgan, ichiga o'tmagan, suylar absolyutni butun tekshirdik, sizlar ham tekshirib olishingiz mumkin va parogini yarmi bo'yalgan. Mashina hech qanaqa ishi yo'q, olib haydashga tayyor. Narxi 6500 dollar. Telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmaymiz. Yoqqan bo'lsa bitta like sizlardan o'rgilib ketsin.